Yoshurun ko'zlik taqash hukmi va tahoratga ta'siri. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Hozir qulaylik deb qarab, ko'zning ichiga silib oladigan ko'zoynak taqash xali umumlashib qoldi. Mushu xil yoshurun ko'zoynakni silib olib tahorat olsa durust bo'lamdi yoki nuqson yetamdi? Cho'qim uni elib etib, andan tahorat elish kerakmi? Bu xil ko'zoynakni to'la elib silib taqsa, ko'z yallig'lanib qolish ehtimolligi yuqori. Mushu vaqtdagi yana bir savolim. Bu xil yoshurun ko'zoynak ikki xil bo'ladi. Biri yiroqni ko'rolmaydiganlar uchun yasalgan bo'lib, graduslik keladi. Yana bir xili faqat zinnat uchun yasalgan bo'lib, har xil ranglik bo'ladi. Ko'zning rangini o'zgartirib chiroyli bo'ladi degan maqsadda zinnat sifatida taqashning shariatdagi hukmi qandaq? Bu Allohning yaratishiga shukr qilmaganlik bo'lamdi qandaq? Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Aldı bilan bu turlik yoshurun ko'zoynaklarning hukmi ustida to'xtalayli. Bu yangi masala bo'lg'achqa, qadimkilar bu vaqtda to'xtalmagan. Hozirgi zamon olimlari izdangan. Bu turlik ko'zoynaklarning rangsizlarini tibbiy maqsadda taqsa durust. Buningda hamma ittifoq. Ammo zinnatlanish maqsadida taqash masalasida ko'z qarash o'xshash emas. Bir qism olimlar zinnatlanish maqsadida taqashni bir necha sabab tufaylidan harom deb qaragan. Bu sabablar ichida Allohning yaratganini o'zgartirish orqali shaytonning depiga usul o'ynash, to'y qilmoqchi bo'lganlarni aldash, ko'zga ziyonli bo'lishi degandek sabablar bor. Yana bir qism olimlar to'y qilmoqchi bo'lganlarni aldash yoki yot erlarga yasinish yoki ko'zga ziyni bo'lmagan ahvolda taqash joiz deb qaragan bo'lib, bular buni Allohning yaratganini o'zgartirish doirasiga kirmaydi. Bu xuddi lav va mag'zini bo'yab kirim qilganga o'xshash deb qaragan. Tibbiy jihatdan elib aytganda, ko'z muhtoj bo'lmaydigan aynakni ko'zga taqib olsa, ko'z ziyonga uchraydi ekan. Bo'libmi, uzun muddat ishlatsa ziyonga uchrashi turg'anli gap. Meningcha, ko'zning ichiga aynak taqib zinnatlanish ortiqcha zinnatlanish bo'lg'achqa, faqatla zinnatlanish uchun taqsa ziyonga uchrash jihatdan cheklagan qarash jalloq ko'rinadi. Bo'libmi, bu turdagi ko'zoynakdagi ranglar ko'zga ziyonli ekanligi, ba'zi shirkatlar bu turli ko'zoynakning sifatsiz yoki saxtalarni yasaydiganligi bir haqiqat. Shunga buni ishlatmagan tuzuk. Hamda buni taqaganlarning olgan tahoratiga kelsak, bu turli ko'zoynaklar bilan tahorat olsa, tahorat to'g'ri bo'laveradi. Chunki ko'zning ichi tahorat olganda yuyish kerak bo'lgan joylar qatoriga kirmaydi. Ko'zning ichini tahorat va g'uslda yuyish vojib bo'lmaydiganligida olimlar orasida ixtilof yo'q. Imom Shafiiy rahmatullohi alayh tahoratda yuyish vojib bo'lgani yuzning ichki tarafi emas, tashqi tarafi ekanligida, kishining ikki ko'zini yuyishning yoki ichini chayqishining kerak emasligida, birarsining qarshi-qarashda bo'lganligini bilmayman degan. Demak, ko'z ichiga suv kirgizib yuyish tahoratning shartimi emas, hatto mustahab ishmi emas. Balki daha olimlar ko'zning ichini yuyish makruh deb qaragan. Chunki buni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilmagan, ham bunday qilish ziyonliq. Ko'z ichidagi oq, chapaq suyuqliqmi najis emas bo'lg'achqa, uni yuyish kerak emas. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 32-nomerlik fatvo.